Assalomu alaykum hammaga. Dalda podkastining navbatdagi sonida sizlar bilan ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Har doimgidek biz Abubakir Ibrohimov hamda Kobir Abdullayev ustozim bilan birgalikda yana ushbu joyga tashrif buyurdik. Assalomu alaykum ustoz. Alaykum assalom, assalomu alaykum hammaga. Demak, bugun Dalda podkastining navbatdagi sonida biz o'zi tegi sport psixologi bo'lgan odamlar sport psixologiyasi bo'yicha gaplashishga qaror qildik va shunchaki sportchilar uchun sport psixologiyasi emas, ya'ni hamma uchun sport psixologiyasi haqida gapiramiz bugun. Tizerda mana shu joyini aytib keting, ketish shart emas. Hamma uchun sport psixologiyasi. Chunki odamlar bilishi kerakda, sport psixologiyasi faqat sportchilar uchun emas. Mana menga murojaat qilishganda ko'p aytishadi, siz faqat sportchilar bilan ishlaysizmi, boshqalar bilan ishlamaysizmi? Yo'q, sport psixologiyasi bu hamma uchun. Va sport psixologiyasi nima degan savolga birinchi javob berib o'tishim kerak. Давайте birinchi mavzuni e'lon qilamiz. Mavzuyimiz jamoaviy sport psixologiyasi hisoblanadi. Jamoaviy sport psixologiyasi. Demak, bugun jamoaviy sportni psixologiyasi haqida gaplashamiz va bunda biz jamoaviy sport umuman shaxsga qanday ta'sir qiladi, umuman insonning rivojlanishiga qanday ta'sir qiladi va jamoaviy sportda yuqori natijalarga chiqish uchun qanday psixologik omillar bo'lishi kerak degan savollarga javob berishga harakat qilamiz. Endi boyagi savolga qaytamiz. Ya'ni sport psixologiyasi hammaga ham foyda berishi mumkin. Endi sport psixologiyasi bu nima? Sport psixologiyasi ayrim manbalarda oliy natijalar psixologiyasi deb ham ataladi. Ya'ni insonni istalgan sohada natijalarni oshirishga qaratilgan tavsiyalar, muammolar, masalalarni ko'rib chiqadigan psixologiyaning sohasi bu sport psixologiyasi. Va sport psixologiyasi nafaqat oddiy odamlarga, balki boshqa sohalardagi insonlarni hayotida muayyan bosimni yengishga, muayyan maqsadlarga erishishga, muayyan aytaylik rivojlanish yo'lidagi to'siqlarni bartaraf etishga, o'zidagi muvaffaqiyatga erishish motivatsiyasini oshirishga yoki o'zidagi intizomsizliklarni bartaraf etib, intizom tizimini shakllantirishga yordam beradigan psixologiyaning muhim tarmoqlaridan biri. Demak, qisqa qilib aytganda, sport psixologiyasi bu g'olib bo'lishni istaydigan va g'oliblikka harakat qiladigan insonlar uchun hisoblanadi. Jamoaviy sport psixologiyasi. Bu mavzu ko'p gapirilmagan, chunki baribir bizada ko'proq yakka kurashlarga kattaroq e'tibor qaratilgan, jamoaviy sportdan faqatgina futbolga. Shuning uchun ham bu masala bo'yicha ko'pchilikda ko'p ma'lumotga ega emas insonlar. Keyin yana bitta narsa, jamoaviy sport deganda ko'p faqat futbolni tushunadi. Aslida jamoaviy sport turlari juda ham ko'p va olimpiadaga kiritilgan jamoaviy sport turlari ham juda ham ko'p. Masalan, aytaylik, voleybol, basketbol, hozir bizda rivojlanyapti chim ustida xokkey, yoki xokkey. Mana O'zbekiston adashmasam 18 yoshgacha bo'lgan bolalar xokkey bo'yicha, muz ustidagi xokkey bo'yicha qanaqa natija qilib olishdi. Shunaqa. Va umuman olganda jamoaviy sportni individual sportdan shunaqa bitta katta farqini aytaman. Individual sportda agar g'alaba bo'ladigan bo'lsa, butun davlat bundoq faxrga, iftixorga to'lmaydi. Butun davlat shunaqa bitta xalqda, millatda shunaqa birlashuv jarayoni bo'lmaydi. Lekin aynan jamoaviy sportdagi natijalar millatni birlashtirish xususiyatiga ega. To'g'ri. Jamoaviy sportdagi natijalar yoki jamoaviy sportdagi qandaydir yuksalish, rivojlanish millatni birdamligiga ta'sir ko'rsatish xususiyatiga ega. O'zbekiston hozir jahon chempionatiga chiqdi. Va bu narsani albatta qo'shimcha tadqiqotlar bilan isbotlash kerak. Okey, bu yerda fact checking qilish kerakdir, balki ilmiy izlanishlar olib borish kerakdir. Lekin aynan kimdirlar misol uchun mana shu gap ustidan kulib trendga chiqarib olsa ham roziman. Shu bahona mashhur bo'lardi deydi. Lekin real jahon chempionatiga O'zbekiston milliy terma jamoasi chiqqandan keyin
milliy qandaydir birdamlikda o'zgarish bo'ldi. Kayfiyatda ham. Kayfiyatda ham o'zgarish bo'ldi. Chunki O'zbekistonni jahon chempionatiga chiqmayotgani umumiy millat kayfiyatiga baribir salbiy ta'sir qilib turgandi. Qiziqchilar ham jahon chempionatiga chiqmaslik haqida To'g'ri. har xil gaplarni gapirishardi. San'atkorlar ham, kinolarda ham shu narsa bor edi. Mahallada ikkita bir bekorchi o'tirib qolsa ham, choyxonadagi bir dodalar o'tirsa ham yoki yaqin ulfatlar o'tirib gaplashganda ham aynan shu narsani muhokama qilinadi. Endi o'sha yerlarda hammasida bizni futbolchilar shunaqada, yana chiqolmadikda, bu kayfiyatmi? Yomon kayfiyatni uyg'otadi. Endi shuni o'rniga hozir chiqdik, kuzatuv. Milliy g'urur, milliy faxr rivojlanyapti va shundan kelib chiqqan holatda jamoaviy sportning psixologiyasi bu ijtimoiy psixologiya, bu ommaviy psixologiya va bu odamlarga ta'sir qiladigan psixologiya sanaladi. Shundan kelib chiqqan holatda individual sportda bizda natijalar yomon emas. Kerak bo'lsa, misol uchun boks misolida aytadigan bo'lsak, eng topmiz desak ham bo'ladi. Boshqa qaysidir individual sport turlarida muammolar yo'q emas. Natijalarni oshirish kerak, lekin jamoaviy sportda biz bitta futbolda qolib ketmasligimiz kerak. Futbol bo'yicha jahonga chiqdikmi, boshqa jamoaviy sport turlarida ham jahonga chiqishga harakat qilaverish kerak, chunki bu milliy g'ururga, milliy faxrga, milliy birdamlikka ta'sir qiladigan muhim omil sanaladi. Jamoaviy sport turini hozir xalqqa, bu jamiyatga foydasi to'g'risida aytildi va buni o'zi umuman insonni psixologiyasiga ta'siri qanchalik? O'sha sportchilarning psixologiyasiga. Jamoaviy sport bilan shug'ullanayotgan sportchi individual sport turi bilan shug'ullanayotgan sportchiga qaraganda boyaga aytganimizdek muloqot ko'nikmalari nisbatan yaxshiroq bo'ladi. Unda egoizmdan ko'ra altruizm kuchliroq bo'ladi. Chunki mana jamoaviy sportda jamoa g'olib bo'ladi, individuallar emas. Misol uchun liderlar ham g'olib bo'la olmaydi jamoaviy sportda. To'g'ri. Cristiano jahon chempioni nima uchun bo'la olmadi? Shunaqa topoviy futbolchi bo'lishiga qaramasdan. Jamoadagi konflikt. Chunki jamoa bo'lmadi u yerda. Jamoa bo'lmadi, jamoa yo'q edi. Shuning uchun u yerda jamoa yutmadi. Lider ham jamoa bilan bir xil mag'lub bo'ldi. Shundan kelib chiqqan holatda jamoaviy sportda jamoa yutadi. Endi jamoa yutish uchun mendan voz kechib bizga o'tishimiz kerak. Qachonki mendan voz kechib bizga o'tadigan bo'lsak, shunda jamoaviy sportda natijaga chiqishimiz mumkin. Endi millat birlashuvi, xalq birlashuvi, odamlar bir-biri bilan birdamligi, odamlarning orasidagi munosabatlar yaxshilanishi har doim menni yig'ishtirib bizga o'tganimizda har doim qandaydir iliqliklar paydo bo'ladi. Shundan kelib chiqqan holatda jamoaviy sportdagi eng muhim haqiqat menni yig'ishtirib bizga o'tish. Agar bizga o'ta olmasa, jamoaviy sportda sportchi natijaga chiqish juda qiyin bo'ladi. Futbolda hozirda rivojlanish bor, murabbiylarning saviyasida, ularning muloqotida, lekin boshqa sport turlarida murabbiylarda kommunikatsiya emas, menejmentlik xususiyati yetishmayotganligi kuzatilmoqda. Xo'p, gap aynan menejment yoki menejerlikda ham emas. Murabbiyni pedagogikasida muammo bor. Chunki trener o'zi kim? U birinchi navbatda pedagog. Misol uchun ayrim trenerlarda mana shu fikr yo'q-da. Men trenerman, men sportchiga nimani qanday qilishni, texnikani, taktikani o'rgatsam bo'ldi va yutish sportchining ishi degan munosabat bor-da. Endi mana shu yerda Mike Tyson murabbiyi Kastamatani bitta zo'r so'zi bor. Ko'plar Mike Tysonni taniydi, lekin Kastamatani tanimaydi. Lekin Kastamata bu murabbiylik falsafasini shu darajada topga olib chiqa olgan trenerlardan biri va Kastamatani faqatgina Mike Tyson degan shogirdi bor deb o'ylashadi. Yo'q, Kastamatani jahon chempioni, bir nechta jahon chempionlarini chiqargan
trener va nima uchun u o'sha aytaylik juda ko'p shogird chiqarib yubora olmagan ligini sababi o'sha tarixiy faktlar bor. Man ham o'zi nima uchun unaqa ko'p shogird chiqara olmagan degan narsaga qiziqdim. Kastamata jiddiy o'sha o'zini vaqtidagi o'zini yashab turgan joylarida juda ko'p mafiyalarni taqibiga uchragan ekanda. Shuning uchun u juda ko'p joyda barqaror trener sifatida faoliyat olib bora olmagan ekan. Va lekin u yetishtirib chiqargan jahon chempionlaridan bittasigina Mike Tyson. Va Kastamatani shunaqa zo'r fikri bor. Garchi bu individual sportdan bo'ladigan bo'lsa ham, to'g'ri kelib qoldi misol. Men bolada sport haqidagi tasavvurlarni uyg'otishdan oldin bolada birinchi navbatda qalbida olov yoqishga harakat qilaman. Bu degani bolani tarbiyasi bilan shug'ullanaman, bolani fikrlari bilan shug'ullanaman, bolani qalbi bilan shug'ullanaman demoqchi-da. Endi trenerlarni hammasi ham bolani qalbiga e'tibor beradimi? Bolani qalbini ko'rib chiqadimi? Bolani muammolari bilan ozgina bo'lsa ham ishi bo'ladimi? Hozirgi zamonda ko'plar yo'q deydi. Demak, siz unda faqat trenersiz xolos. Murabbiy emassiz. Pedagog emassiz, ustoz emassiz. Ustoz darajasi, misol uchun mana aytaylik, mana bu yapon samuraylarida master deydi-yu. Kung fu pandada master deydi-yu. Shunga o'xshab ustoz darajasi u boshqacha falsafa. Shuning uchun ayniqsa jamoaviy sportda ham, individual sportda ham. Keyin bitta narsani men e'tirof etmoqchiman. Hozir balki Instagramda aynan ko'proq individual sport turlaridagi murabbiylar shaxsiy brendga ishlab ancha mashhur bo'lib qolganligi uchun balki menda shunaqa tasavvur uyg'onayotgandir. Lekin jamoaviy sportdagi trenerlarimizda shunday shaxsiy brendlarni ko'rmaganligim sabablimi? Aynan jamoaviy sportda qandaydir bizda kuchli murabbiylik falsafasiga ega bo'lgan trenerlar kam deb o'ylayman. Shunga nima deysiz? Mening fikrim qanchalik to'g'ri? Men qo'shilaman bunga, chunki sababi musobaqalarni kuzatamiz, ko'ramiz. O'shanda ko'pchilik faqat ekran ortida ko'radi va real jarayonda, tanaffuslarda bolalarga beriladigan ko'rsatmalarni ko'pchilik ko'rmaydi va eshitmaydi. Va kadrlar ham yuqoridan olingani uchun ko'pincha beriladigan ko'rsatmalarni ham eshitmaydi va o'shanda men ko'ramanki, siz aytgan gaplar haqiqatdan bor. Endi hozir ochiqchasiga nima deyishligisini aytish ancha noto'g'ri bo'lsa kerak. Endi nima deyishligisini aytmasak ham, men o'zim jamoaviy sportda eskicha yondashuv deylik. Eskicha yondashuv juda ham kuchli. Yoki rus tilida knut и пряник degan so'z bor-da. Knut и пряник degani, ya'ni tarbiyada ishlatiladigan ruslarning maqoli bor. Knut и пряник metodidan foydalanamiz deyshadi. Knut degani bu qamchi degani, пряник degani bu shirinlik degani-da. Yoki хороший ko'p, плохой ko'p deymiz-ku. Bizda murabbiylarimiz orasida aynan knut и пряник yoki o'shani qamchi yoki пряник deydigan bo'lsak, shirinlik deydigan bo'lsak, o'sha qamchi uslubidan foydalanadiganlar juda ham ko'p. Kimdirlar aytadi, qamchi uslubi bo'lmasa bo'lmaydi deydi. Qamchi uslubi kimlarga bo'lmaydi? Intellekt shu darajada past bo'ladigan bo'lsa, boshqa iloji yo'q ularda. To'g'ri. Realni trenerda boshqa iloji qolmaydi. Lekin iqtidorlar bitta qamchidan keyin qochib ketadi. Iqtidor odatda o'zini qadrini biladiganroq bo'ladi. Iqtidorliligini biladigan bo'ladi. Va iqtidor bilan biz kelishishni o'rganishimiz kerak. Iqtidorni boyagi Kastamatani fikridan kelib chiqqan holatda qalbida olovni yo'q olishimiz kerak. Shunda iqtidor ustozni yaxshi ko'rib qoladi.
ustozni yaxshi ko'rib qoladigan bo'lsa, keyin ustoz unga qamchi ishlatish shart emas. Shunchaki ustozni ortidan ergashib yuraveradi. Pedagog kim edi o'zi? Pedagog bu bolani oldinda yetaklab yuruvchi degan ma'noni anglatadi. Ustoz ham, murabbiy ham xuddi shunaqa mundoq yetaklab yuradigan odam. Va biz jamoaviy sportdagi menimcha eng katta kamchiligimiz, okey, mayli, futbolda jahon chempionatiga chiqib oldik va jahon chempionati darajasiga chiqish deganda bitta murabbiyni olmaylik, boshqa omillar ham bor. Ammo umuman olganda jamoaviy sportni rivojlantirish millat darajasida, xalq darajasida, davlat darajasida, milliy qandaydir o'zaro birlashish darajasida millat kayfiyatiga ta'sir qiladigan darajadagi faktor bo'lgandan keyin jamoaviy sportga ko'proq e'tibor qaratishimiz kerak va jamoaviy sportdagi murabbiylarni pedagogik mahoratini, dunyoqarashini, murabbiylik falsafasini rivojlantirishga ham alohida e'tibor qaratish kerak. Keyin va ular ham o'zlarini ustida ishlash kerak. Mana Pep Guardiolani men o'zim Instagramga уже 2 ta yo 3 ta videosini ataylab, men oldin o'zi to'g'risi futbol bilan unchalik qiziqmaganman. Tan olish kerak va kimdirlar, misol uchun hozir bu podkastni ko'rib, bu futboldan tashqaridagi odamlar futbol haqida gapirishi, biz haqqimiz bor. Biz o'zbekmiz va o'zbek futboli haqida gapiryapmiz. Aytaylik, sport psixologimiz va sportdagi psixologiya haqida gapiryapmiz. Shundan kelib chiqqan holatda Pep Guardiolani o'sha nutqlarini, inglizcha nutqlarini o'qib, to'g'riroq eshitib, naqadar katta murabbiylik falsafasini, psixologik bilimlar kuchliligini men ko'ryapman-da. Va bir nechtasini men o'zimni Instagram sahifamga tarjima qilib qo'yishga harakat qilaman. Aynan bu narsa oddiy motivatsiya uchun emas, murabbiylarimiz o'shanaqa falsafani o'rganishi kerak. To'g'ri. Pep Guardiola haqida aytdingiz va futbol Guardiola haqida men aytib o'tmoqchiman. Mana futbol ko'rishim ikkalamiz yetadi. To'g'ri. Pep Guardiolani kuchliligi, misol uchun hozirgi paytdagi, hozir ham barqarorligi sal pasaygan va uni shaxsiy hayotiga bir nechta o'zini sabablari bor, eng shaxsiy sabablari. Pep Guardiola hozirgi zamon futbolini o'zgartirishga eng katta hissa qo'shgan inson bo'ladi. U Ispaniyada o'z shogirdlarini, Bundesligada o'z shogirdlarini, APL o'zida 3 tami 4 ta shogirdiga qarshi o'ynaydi. Eng hozir birinchi o'rinda APLda ketgan Arsenal jamoasi va u ham Mikel Arteta Pep Guardiolaning shogirdi hisoblanadi. Hozir ana o'sha shogirdi trener, Arsenal murabbiyi Mikel Arteta. Hozir birinchi davrada ustozini yutdi. Undan oldingi davralarda ustozini yutib yotdi, lekin mana bu finalda ustoz 41-usulni o'rgatmagan ekan shogirdiga, yutdi va Abduqodir Husanov birinchi kubokni oldi, aynan shogirdini yutdi Pep Guardiola va yaqinda yana o'ynashadi o'sha Premier Ligada. Aytmoqchi bo'lganim, Pep Guardiola shu darajada katta shaxs bo'lganki, u butun boshli futbolni o'zgarishiga yordam bergan. Ya'ni u futbolga tiki-takani yangicha uslubini olib kirgan inson bo'ladi. Va Pep Guardiola qayd etgan natijani birorta murabbiy qayd eta olmagan shu paytgacha va u aynan mana shu zamonda Mourinho'ni, prime davridagi Mourinho bilan birga bir raqobatlashgan murabbiy hisoblanadi. Ya'ni u inson kecha yoki bugun yoki shunchaki futboldagi qanaqadir bitta katta shaxsiyatga ega nom emas, u butun boshli futbolni o'zgarishiga sababchi bo'lgan inson. U hali hech qaysi jamoa tiki-takani yangicha o'ynamak paytida u birinchi olib kirgan. Hamma uni uslubi ustidan gapirgan, lekin ana o'sha uslubga hech kim chora topa olmagan. U maydonga tushganda har doim futbol o'ynagan. Har doim futbol o'ynagan. Himoya degan narsani endi mana shu oxirgi paytlarda himoyani o'ylayapti, lekin u har doim futbol o'ynaydi. Har doim u tiki-taka to'pni raqibga bermasdan o'zida nazorat qilib, kombinatsiyalar orqali varatan oldigacha to'pni olib kirib gol urish. Va uni o'sha anaqasi ilk jamoasi Barselona. Messi aynan Pep Guardiolaning mahsuli. Messining iqtidorini ochgan. Messining iqtidorini ochish uchun u kerak bo'lsa Zlatanni ham sotgan, Eto'ni ham sotgan, Ronaldinhoga ham javob berib olgan. U shunaqa murabbiy.
U shunaqa murabbiyki, jamoada mana Sterling, Rahim Sterling degan o'yinchisi bor edi, Leroy Sané degan o'yinchi bor edi, Gabriel Jesus degan o'yinchisi bor edi. Bular prime davrida sotib olgan. Bo'ldi, men sen bilan ishlayman, ketgin degan. O'sha o'yinchilar boshqa jamoaga bordi-yu, travma olib yarim yillab safdan chiqib ketib qolgan. Даже hanuzgacha travma, hali beri o'zini sport formasini tiklay olmayapti. U shu darajada murabbiyki, o'yinchilarning jismoniy holatini qaysi darajagacha yetib kelganini biladi. Qaysi o'yinchini qaysi joygacha o'ynatib, o'zini sxemasiga tushmasligini yaxshi biladigan murabbiy hisoblanadi-yu. Hozirgi aytganlaringizdan kelib chiqqan holatda to'g'risi men Abduqodir Husanovni juda kuchli sportchiligini men to'g'risi Pep Guardiolani o'sha Instagramdagi qisqa short videolaridan men uni darajasini taxmin qilgandim. Hozir siz aytib berganlaringizdan kelib chiqqan holatda men уже вообще boshqa darajani ko'ryapman va Abduqodir Husanov demak haqiqatdan juda kuchli futbolchi ekan. Chunki demak trener dunyoqarashi shu darajadaki, sportchini nafaqat hozir yoki 2-3 kundan keyingi, balki u uzoq qatgacha boradi, shu narsani ko'ra oladigan murabbiy va bu endi professional darajadagi murabbiyni dunyoqarashi, skilllar. Da, ko'nikmalar. Lekin aynan undagi fikrlash, undagi dunyoqarash bizdagi oddiy sport maktablaridagi oddiy bolalarga murabbiylik qilayotgan sportchilarni murabbiylarida ham bo'ladigan bo'lsa, menimcha juda ko'p yaxshi ishlar bo'ladi, yaxshi o'zgarishlar bo'ladi. Chunki murabbiydagi intellekt, murabbiydagi dunyoqarash, murabbiydagi kayfiyat, murabbiydagi yaxshi ham yomon odatlar yuqumli. Yuqumli. Bolalarga yuqib ketadi. Albatta, ta'sir qiladi. Endi bugun futbol o'ynayotgan bola ertaga trener bo'lmaydi deb hech kim kafolat bermaydi. Yoki bugun murabbiy, bugun futbol o'ynayotgan bolalardan ertaga o'qituvchilar chiqsa-chi. Bugun murabbiy, bugun aytaylik, futbol o'ynayotgan bola ertaga qayergadir rahbar bo'lib borsa-chi. Futbolni tashlashi mumkin, qaysidir sohada ishlashi mumkin, rahbar bo'lishi mumkin. Va u dunyoqarash murabbiydan o'tadi. Murabbiydan yaxshi narsalar ham, yomon narsalar ham o'tadi. Shuning uchun murabbiyni dunyoqarashi keng, kayfiyati pozitiv, o'zi ham optimist bo'lishi kerak. Va Pep Guardiolani o'zi futbol, jamoaviy sportdagi psixologiya haqida gapiryapmiz. Hozir futbol va Pep Guardiola atrofida aylanib qolamiz. Menimcha bu narsa to'g'ri ham, chunki Pep Guardiola jamoaviy sportdagi eng katta psixologik nuqtalardan biri bo'lgan. Chunki yana bitta narsa, hamma joyda, juda ko'p joyda mana bu narsaga ishora qiladi. Agar iloji bo'lsa, bironta joyda mana shundan joyini qo'yib It's the most important point for a football player is here, not here, is here. siz mana ishora qiladi-da. Ya'ni mana bu narsa ko'p narsani hal qilishini rostdan ham tushunadigan va sportchilarga tushuntiradigan murabbiylardan biri. Va yana bitta narsani aytib ketmoqchiman. Pep Guardiola hali hanuzda hozir ozgina krizis deylik, ozgina inqiroz bor. Lekin u hali beri nima uchun bu raqobat maydonida shuncha shogirdlar yetishtiryapti? U yangiliklarga nima deydi? Bag'ri keng inson, ochiq. Yangiliklarni qabul qiladi. Jose Mourinhoning prime davri bilan dedim, behuda emas, chunki Jose Mourinho Turkiyagacha bordi. Turkiya kuchli, u ham kuchli ligalardan biri, nomdordi, lekin u baribir Turkiya. Jose Mourinhoni Turkiyada ko'rish, bu bilmadim qanaqa bo'ladi. Eldor Shomurodov orqasidan o'qigandir. Lekin aynan shu Jose Mourinhoni yomon odati u yangiliklarga ochiq emas. Ya'ni qattiq o'zini uslubini shuning uchun ham u hozir anaqada yo'q. Hozir Portugaliya chempionatida Benfica jamoasini qilyapti, boshqaryapti va u ham stabil natija emas. Bo'ldi. Anaqa inglizcha bitta joyda o'qigandim. Sportda o'zbek tilida mana shu so'z yo'q-da. Sportda ingliz tilida coachable deydi-da.
coachable degani trenirovka qildirsa bo'ladigan deganida. O'qitsa bo'ladigan. Ana o'zbek tilida Odam qilsa bo'ladigan. qo'poli borda, odam bo'ladi deydi-ku, yoki o'qisa odam bo'ladi deydi-ku, yoki ishlasa odam bo'ladi deydi-ku. Coachable degani trenirovka qildirsa unda o'sish bo'ladigan va trenirovka qildirib bo'ladigan deganida. Va juda ko'p sport psixologiyasi bo'yicha shunaqa bir izlanishlarimizda aynan coachable degan xususiyat sportchida ham, trenerda ham bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerda o'sish ko'proq bo'ladi. Endi bu nima degani? Sportchilar bor, uni xatosini ko'rsatishingiz bilan u sizdan nafratlanib boshlaydi. Unga nimanidir o'rgatmoqchi bu boshlashingiz bilan u yopilib oladi. Trenerlarda bu narsa 2 barobar bo'ladi. Trenerni kamchiligini aytishga harakat qiling. Xo'p, trener kamchiligini aytishga urinib ko'ring, trener "Sen kimsan o'zi?" deydi. Qatdan kelib qolding deydi. Shunaqa munosabat bo'ladi. Yoki trenerga bir tavsiya etishga harakat qilib ko'ring. O'zi "Sen bu sohada nimani ham bilasan?" deydi. Bizni tilda aytsa kibr, o'zi aslida ilmiy tilda ego. Yo'q, u oddiy ego ham emas-da, u nazoratsiz ego. Nazoratsiz ego deymizmi, lekin u o'rganishga yopiqlik degani. O'rganishni xohlamaslik degani. Yangiliklarni yomon ko'rish degani. Va menimcha trenerlarimizda mana shu narsani ham rivojlantirish kerak. Trenerlar rivojlantirish kerak deyman, men bilan siz rivojlantira olmaymiz. Trenerlar buni o'zlari shunchaki tahlil qilib ko'rishi va sekin kamchiliklarini, zaifliklarini, muammolarini tan olib boshlash kerak. Avvalo o'zini o'zi qabul qilish kerak, tan olish kerak. Chunki kamchiliklarni qabul qila olmaydi, muammolarni qabul qila olmaydi, zaifliklarni qabul qila olmaydi. Kimdir o'rgatsa o'rgana olmaydi. Mana o'rganishga qo'ymaydi-da. Undagi bundoq shakllanib qolgan qoliplar uni o'rganishga qo'ymaydi. Pastroq darajadagi murabbiylar maksimalni bolaga ishonch bera olish kerak. Bolani qalbida olov yo'qa olish kerak. Bola albatta meva bera oladigan, shunaqa natijador, hosildor bir shaxsga aylanish kerak-da. Mayli sportdagi oltin medallar, oxir misol uchun aytaylik, sportchilar bor, bir chelak medalni men yaqinda Instagramda ko'rib qoldim. Bitta Qozog'istonda anaqa musorkachi bundoq medallarni bundoq olyapti-da. Medallarni olyapti-da, bundoq videoga anaqa qilib, bu medallarni kim tashagan bilmayman, lekin bu medallarni bu yoqqa tashash uchun u juda yomon ahvolga tushgan bo'lsa kerak deb o'ylayapman deyapti-da. Va realni misol uchun mana shu bir to'da medalni bundoq musorga bundoq tashlab yuborish oson emas. Unga erishish ham oson bo'lmagan, ammo tashlab yuborishga nimadir sabab bo'ladi har doim. Lekin tashlab yuboryaptimi? Demak, hech nimaga arzimaydigan, hech qanday qadri qolmagan nimadirga aylanib qolganda, bir uy temirga aylanib qoladi. Kim uchundir medallar oxir oqibatda. O'sha jarayonga borish yoki bormasligi ham murabbiyga juda ham aloqador bo'lgan joyi bor. Endi keyin hozir biz bir chekkadan faqat murabbiyni ayblash bilan shug'ullanyapmiz, tan olishimiz kerak. Lekin aybni, xatoni kimdir aytmasa, bu narsa davom etaveradi. Okey, misol uchun kimdir 5-6 ta kimdir odam so'kar, balki qarg'ar, balki bizga nisbatan yomon munosabat shakllanar, ammo o'shalarning orasidan kimdir o'ziga ochiqroqlari, coachable-lari, ilmga rag'bati bor, bag'ri keng odamlar
deb o'zida nimadir o'zgartirib boshlasa, o'sha bizning yutug'imiz. Bu podkastlardan ham yutug'imiz. Endi podkastimiz dalda. Bundan kelib chiqqan holatda biz trenerlarga ozgina dalda ham berishimiz kerak va trenerlar ham charchaydi. Trenerlarga ham oson emas. Trenerlar ham ularda ham emotsiyalar tugashi mumkin. Shuning uchun trenerlarga eng muhim tavsiyamiz bo'ladi, trenerlar psixologik salomatligiga e'tiborli bo'lish kerak. Shunaqa. Psixologik salomatlikning oddiy qoidalarini aytaman. Oddiy qoidalar. Yetarli uxlang. To'g'ri ovqatlaning, yetarlicha suv iching va oddiy o'zingizni psixologik qandaydir stresslarga tushganingizda o'zingiz olib chiqib ketadigan qandaydir usullaringiz bo'lsin. Hammaga har xil usul mos bo'ladi. Kim uchundir musiqa eshitish, kim uchundir o'sha o'zini sport turi bilan shug'ullanish, kim uchundir bir yaxshi o'rtog'i bilan borib gaplashish, muloqot qilish, kim uchundir oilasi bilan vaqt o'tkazish, balki kim uchundir qandaydir boshqa hobbisi bordir, kimdir musiqa chalar, bir doirami, dutormi chalar, ya'ni o'ziga ham vaqt ajratib turish kerak. Ko'p trenerlar sportga o'zini tikib yuboradi-da, shogirdlariga ham o'zini tikib yuboradi. Oxirida o'zi uchun umuman vaqt ajratmaganligi uchun jahli chiqib alamini shogirdlardan oladi, o'zi bilmagan holatda. Psixologik resursi tugaydi. Ha. Shuning uchun resurslarni tiklab turadigan, psixologik quvvatni yaxshilab turadigan qandaydir o'zi uchun bir qoidalari, harakatlari ham bo'lishi kerak. Albatta. Va albatta ahvol og'ir bo'lsa psixologga, agar ahvol og'ir bo'lmasa ham, lekin alomatli sezilayotgan bo'lsa psixologga murojaat qilish kerak. Murabbiylar ham o'zini psixologik holati bo'yicha ishlab turish kerak. Endi davaychi xulosaga o'tadigan bo'lsak, endi demak, jamoaviy sportda psixologiya ishlaydi. Chunki ayniqsa u yerda ijtimoiy psixologiya ishlaydi. Odamlar bir-biriga yaqin, to'g'ri, yaxshi, muvaffaqiyatli munosabatlarni shakllantirsa, jamoada natija har doim oshaveradi. Ota-onalarga bir nimadir deb qo'ymaymiz. Endi ota-onalarga bolasini individual sportdan ko'ra jamoaviy sportga berishni albatta ko'proq tavsiya etgan bo'lamiz. Yo'q, bolam misol uchun o'zini himoya qilishni o'rganish kerak, erkak bo'lishni o'rganish kerak degan ota-onalar bor va ularni ham biz qo'llab-quvvatlaymiz. Umuman olganda siz ham men ham jamoaviy sportdan chiqmaganmiz. Tegimiz individual sport bilan shug'ullanganmiz. 3 oy lekin basketbolda shug'ullangan. Haqqim bo'lsa kerak. Okey, mayli. Buni aytmadingiz deb hisoblaymiz deydi-yu. Unutib yuboringizlar. Okey, unutamiz. Albatta hazil. Umuman olganda parallelni jamoaviy sportga berish kerak bo'ladi. Men o'zim shu xulosaga kelyapman. Chunki jamoaviy sportda endi biz jamoaviy sportga bormagan bo'lsak ham maktabda futbol o'ynaganman. Mahallada ko'p o'tib yurardik bolalar bilan. Aynan o'sha bu ham jamoaviy sport, mahalladagi, maktabdagi futbol o'ynashlar ham jamoaviy sport. Va o'sha jarayonda biz o'zaro muloqot, munosabat, o'zaro qabul qilish, tushunish, o'zaro ta'sir qilishni o'rganamiz yoki boshqarishni o'rganamiz. Shuning uchun ayniqsa zamonaviy dunyoda shunday ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish uchun ham bolani parallel individual sportga, imkoniyat bo'lganda jamoaviy sportga ham berishimiz kerak. Va misol uchun jamoaviy sport turlarini rivojlantirishga davlatimiz tomonidan berilayotgan e'tiborning mohiyati ham shunday. To'g'ri. Qancha jamoaviy sportda hech bo'lmasa mayli jahon chempionatiga chiqmasin, lekin mahallalarda, maktablarda qandaydir ligalar orqali, kichkina ligalar orqali jamoaviy sportni rivojlantirib boradigan bo'lsak, istalgan sport turida yil 12 oy issiq bo'ladigan, yer tabiiy ravishda deyarli muz bo'lmaydigan davlatdan xokkey bo'yicha aytaylik biz chempion bo'ldik. Dunyoda mayli misol uchun yoshlar o'rtasidadir, boshqa pastroq diviziondir, lekin bu ham natija. Albatta. Va u yerda biz xokkeychilarimiz bilan yaqindan tanish emasman, lekin u yerda kuchli psixologik birdamlik bo'lganligi uchun o'sha yerda g'alaba bo'lgan.
yoki mana Temur Kapadze bilan jahonga chiqdik. Temur Kapadze bilan Osiyoga Osiyoni aytaylik yutdik. Olimpiadaga bordik. Mayli, Kannavaro ham hozir misol uchun yaxshi ishlayapti. Lekin u yerda asosiysi yaxshi bir-birini qabul qiladigan, tushunadigan, bir-biriga ijobiy ta'sir qila oladigan sportchilar shakllanganligi, jamoa shakllanganligi ham bor. Va murabbiyni o'zi ham avval terma jamoa o'yinchisi bo'lgan. Da, xuddi shunaqa. Shundan kelib chiqqan holatda umuman olganda jamoaviy sportda psixologiya ishlaydi va psixologiyani ishlatgan jamoada natijalar oshaveradi. Barqaror bo'ladi eng kami. Ustoz, yani oxirgi bitta savol kelib qoldi. Jamoaviy sportda shug'ullangan bo'ladi. Hozir keldi. Men o'zim anaqalarimga ko'ra shunaqa deb o'yladim. Unda agressiyani boshqarish individual sportda shug'ullangan boladan ko'ra yaxshiroq bo'ladi degan. Nafaqat agressiya, emotsiyalarni boshqarish ham. Menimcha emotsiyalarni boshqarish ham ancha yaxshiroq bo'ladi. Chunki jamoaviy sportda agressiya ko'proq yuzaga keladi. Chunki biz xohlamagan narsalar atrofda bo'laveradi-da. Va biz o'sha narsani xohlaymiz, boshqalar bu narsani xohlamaydi va biz u bilan kelishishga, murosaga borishga majbur bo'lamiz. Individual sportda murosa degan narsa yo'q. Bitta harakat bilan hal qilish degan narsa. Jahling chiqdimi, shu bilan bos. Ketdik ringga deydi-da. Yoki ketdik, misol uchun kurashamiz deydi. Lekin jamoaviy sportda unday bo'lmaydi. Odam o'z menidan voz kecha olish kerak. Bu vashey katta narsa. Mana egoizm deymiz-ku, xudbinlik, kibr deymiz. Shuni teskarisi altruizm deb ataladi. Altruizm millatni millat, xalqni xalq, davlatni davlat qiladigan, fuqarolarni vatan, davlat, atrofdagilar, oilasi, yurti, shahari, mahallasi uchun harakat qila oladigan odamga aylantiradigan narsa insondagi xislat altruizm. Altruizm individual sportda rivojlanishi qiyin. Jamoaviy sportda altruizm maksimalni rivojlantiradi. Men yana ertaga jamoaviy sport bilan shug'ullanadiganlar kelmasligi kerak, bizning oldimizga nima deyapsan deb. Lekin o'sha nima deyapsan deb kelyaptimi, demak altruizm yo'q unda. Albatta. Mana shu narsa o'sha altruizm yo'q. U o'zini chegarasiga o'tib qo'yganligi uchun shunday fikrlayotgan bo'ladi-da. Altruizm bu ancha kengroq fikrlay olish. O'zidan, menidan, o'zini chegarasidan voz kechib, boshqalarni o'ylay olish aslida altruizm. Va bu ijtimoiy psixologiyani bir muhim qismi hisoblanadi. Agar farzandingizni atrofida dalda beruvchi insonlar ko'payishini istasangiz, uni jamoaviy sport turiga bering. Shunda farzandingiz doimo poddershkada bo'ladi. Oilada va jamoada. Va umuman olganda farzandingiz boshqalarga qo'llab-quvvatlay, boshqalarni poddershka qila oladigan, boshqalarga dalda bera oladigan odamga aylanishi uchun ham agar farzandingiz bo'ladigan bo'lsa, uni jamoaviy sportga berishni tavsiya etib qolamiz. Bugun biz ko'proq sport psixologiyasi va sport psixologiyasining foydalari va jamoaviy sport haqida ko'proq gaplashdik. Aynan sport psixologiyasiga oid yana qanday mavzularni siz ko'rishni, muhokama qilishni xohlar edingiz, izohlarda yozib qoldiring. Biz maksimalni, albatta bizni poddershka qilgan holatda bu videoni jamoaviy sport trenerlari, murabbiylar, sportchilarga maksimalni tarqatishinglarni so'rab qolamiz. Buguncha shular edi. Keyingi sonlarda ko'rishib qolguncha barchaga xayr deb qolamiz. Sog' bo'ling.